Ayaqli skuter bo'lsin, kachsipasi yuqori bo'lsin, uni ustiga 2 kishilik bo'lsin degan akalarimiz uchun aynan shu modelni tavsiya beramiz. Bu modelimizda akalar 90-90-12 yumshoq balon Redline diskalarda tormoz sxemasi old orqa jitkisli bo'ladi. Yo'q, oldin o'zi jitkisli ekan. Bitta minus. Old temir setka. Undan tashqari bu amortizatorda rezinkalar qo'yilgan. Gold va yomon yarashar ekan bu modelimizga. Fanar yonganda yonlarida ledlari bor. Undan tashqari oldlarida ikkitadan fanari bor, ikkitadan led fanarlari bor. Undan tashqari bu skuterimizda sport rejim, danli, parkovka, zadniy rejimlari bor. Undan tashqari cruise control, fanarning 3 xil rejimi bor. NFC kartasi, masofadan boshqarish pult va kalitlari ham mavjud. Skuterimiz komforti juda yaxshi bo'lgani uchun orqasiga bitta odam o'tirsa bo'ladi, oldiga bitta odam o'tirsa, orqaga 2 kishi. Oyoq qo'ygan joylar ham juda sifatli hamda bemalol mani ko'tara oladi. Bir tarafini o'zi. Akator qo'yilmagani uchun yengil. Atak kachsipasi juda yuqori bu skuterimiz. Undan yana bitta qulaylik tarafi, orqasida qanotida temir joy ishlangan. Aynan qanot sinmasidan oldin temir egiladi xolos. Undan tashqari nomer so'ramaslik uchun qog'ozlari bor. Shuni taqdim etsalaring to'xtatgan joyiga sizlar qo'yib oladi. Orqa bachchoy bor. Undan tashqari NFC kartasi bor. Xo'p, tablolari juda chiroyli ishlangan. Undan tashqari oldida plastmassasi bor. Oyoq qo'ygan dugalarni aytib o'tmadik mana. Mani bo'yim 176 bo'lsa, bu skuterda taklanib qolmayman. Kachsipasi juda yuqori. Bizda hozir bu svet Bunun skuterimizda 2 xil rassetkasi bor. Gold svet hamda yashil svet. Yashil svetdan juda chiroyli ekan, qizilga kombinatsiya bo'lib chiroyli turar ekan. Shu skuterimiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishlarini bitkazib beramiz. Sotuvda mavjud. Narxiga kelsak, $470 bor, $440 bor. Sog' bo'lasizlar.